Ayol kishi kuchli bo'lishi kerak. Lekin eridan kuchli bo'lib ketish kerak emas. Nimaga? Men bir narsani ko'p kuzatganman. Qaysi oilada er-xotin bo'la turib, xotin kishi kuchli bo'lib ketib qolsa, erkak kishi o'zidan o'zi zaiflashni boshlaydi. Ayol kishi kuchli bo'lishi kerak. Ayol kishi ilmli, ziyoli, farosatli, tarbiyali, dunyo qarashi keng bo'lishi kerak va shart. Bu har qalay aytishadi-ku, o'g'il o'stirsang, askar yetishtirsang, qiz tarbiyalasang, millatni tarbiyalaysan. Bu ayollar jamiyatni ertaga bo'lajak katta bir avlod, zurriyotni yetishtiruvchi insonlardir. Ular o'qimishli, ziyoli bo'lishi shart. Va kerak bo'lsa o'sha erkak kishiga ham qiziq, suhbatdosh, bir ishonarli, dunyoqarashi keng, uni har bir maslahatlarini, takliflarini tushuna oladigan hamroh kerak. Erkaklarga ham faqatgina chiroyli bo'lib, aqli isqishi joyida bo'lmagan bir tentak ayollar kerak emas. Erkaklarga ham olijanob, fayzli, iboli, o'ziga qaragan, o'zini hurmatini bilgan va kerak bo'lsa erini ham va o'sha qon qarindoshlarini ham hammasini hurmatini joyiga qo'yib qo'yadigan olijanob ayol kerak. Lekin ayol kishi ishlasin, ayol kishi jamiyat ishlari bilan mashg'ul bo'lsin, ayol kishi Allohning roziligi yo'lida xalq xizmatini qilsin. Ammo mabodo eridan kuchli bo'ladigan bo'lsa, eridan o'zini aqlli tutmasin. Chunki ayol kishi o'zini kuchli qilib ko'rsatib yorsa, oilaviy miqyosda aytyapman, erkak kishi zaiflashadi. Xohlasa, xohlamasa erkak kishi o'zini kuchi ketib qolayotganini sezmay qoladi. Oilada asosiy pul topadigan inson ayol bo'lsa, umuman anaqam yo'q. Bildirmaslik kerak. Hamma narsani xuddi erkak kishi qilayotgandek, erkak kishi ruschasiga vasxvalyat deydi-yu. Ko'klarga ko'targanda erkak kishini aqlli qilib ko'rsatinglar. Tasavvur qiling, bo'yin ayol bo'lsa, boshi erkak bo'lsa, bo'yin bosh tepasiga chiqib ketib qolsa, qanaqadir qiyshuvchi, xunuk inson bo'lib qoladi-yu, to'g'rimi? G'alati bo'lib qoladi-da, bo'yin mana bunaqa tepaga chiqib ketib qoldi, bosh pastda. Tasavvur qilinglar. Oilada ham shunaqa. Baribir erkak kishi bosh bo'lishi kerak. Balkim men bekitmasdan aytaman, bilasizlar, unaqa narsalarni. Balkim meni ham ayolim balkim mendan aqllidir. Balkim. Lekin har doim g'oyalari nimalari bo'lsa, bildirmaydi. Bildirmasdan xuddi ko'p narsalar edi, mana shu biznesda bo'ladi, jamiyatda, hayotda, hammasida meni g'oyalarim, Murod Buildings, Murod Nazarov, men ayolimni hech kim tanimaydi, bilmaydi. Balkim ko'p meni ichimdagi, meni tashabbuslarim, meni g'oyalarim ham ayolimning tashabbusidir, ayolimning g'oyalaridir, ayolimning maslahatlaridir. Lekin u hech qachon manmanlik qilmaydi, hech qachon o'zini ko'rsatmaydi, hech qachon men qilaman, men topib, hech qachon. O'shandagina oila chiroyli bo'ladi. Shuning uchun meni maslahatim bizning hurmatli va ardoqli ayollarimiz, qizlarimiz, maslahatimiz shuki, o'qing, ilm ketida yuring, o'zingizni ustingizdan ishlang, dunyo kezing, dunyo qarashingiz keng bo'lsin, ko'p narsalarga qiziqing, qatnashing, Xudoning yo'lida o'sha har qanday sohada xalqqa, insoniyatga xizmat qiling. Pul toping, biznes cheksiz. Lekin oila va turmush o'rtog'ingizni har doim mana bunday qilib hurmatini bildirib qo'ysangiz, siz qanday kuchli bo'lsangiz, eringiz sizdan ham kuchli bo'lib, siz kuchli bo'lib yurganingizdan ko'ra, mana bunday yursangiz, eringiz sizdan balandroq yursa, siz chiroyliroq ko'rinasiz jamiyatga ham, atrofga ham. Mamdoq qilib aqlli, muvaffaqiyatli, zo'r biznesmen bo'lib, zo'r yoki siyosatchimi kim bo'lsangiz ham, eringiz sizdan past tabaqada yurib qolsa, hech ham chiroyli ko'rinmaydi. Juda xunuk ko'rinadi bu narsa. Undan ko'ra mundoq bo'lsa, bu
nur ustiga nur. Shuning uchun o'qing, ishlang o'zingiz ustidan, kuchli bo'ling va turmush o'rtog'ingizni sizdan ham kuchli bo'lishiga aynan siz harakat qiling va hissa qo'shing va chiroyli, baxtli oilasini eng asosiy sababchilaridan bo'ling.